Bugun mana Atacento'da to'ychilik effektini qilamiz. Buning uchun birinchi emulsiya olamiz, keyin sidirib birinchi sloy berib olamiz. Birinchi sloy surib quritib oldik, endi mana ikkinchi sloy beramiz. Ikkinchi sloyda birinchi sloydan sal qalinroq beramiz. Shu yo'nalishiga qarab to'g'rilab beramiz. Endi gulini chiqaramiz. Gulini chiqarayotganda shu yo'nalishi bilan beriladi. Endi mana yo'nalish bo'ylab ishlatamiz, o'shanda gullarimiz bir tekis bo'lib chiqadi. Buni chiqaramiz, sal seligandan keyin pachvolab olamiz. Mana do'jlik effekti tugatib oldik. Silliq bo'lib chiqdi.